aka bo'ldi qiling. Bilmayman, aka hozir. Laboratoriya sindirmagan 200 dollarga tushadi aka. O'zbekiston yo'llarida avariyalar bilan birgalikda haydovchilarning yo'l talashib janjallashish holatlari ham ko'payib bormoqda. Xususan kuni kecha tarmoqlarda Damas hamda Toyota haydovchilarining yo'l talashib janjallashgani aks etgan videolar tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra voqea 4-dekabr kuni Yangiyo'l tumanidan o'tgan yo'lda sodir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, haydovchilar harakat vaqtida yo'l talashib, janjallashib ketgan. Xususan Damas haydovchisi Toyota'dan yo'l so'ragani, biroq undan o'ta olmaganidan keyin urushib ketishganini, orada ularning mashinasiga temir kalit bilan urganini bildirgan. Toyota haydovchisi esa piyodalar o'tish yo'lagidan piyodani o'tkazib yuborish uchun sekinlayotganda, Damas ortdan kelib uning haydovchilari haqoratli so'zlarni aytgandan so'ng janjal boshlaganini bildirgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi V bandi, ya'ni sovuq qurol yoki kishining sog'lig'i uchun amalda shikast yetkazishi mumkin bo'lgan narsalarni namoyish qilib, qo'rqitib yoxud qo'llash bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Har ikki tomon ham sodir etgan jinoyatlar yuzasidan tergovga jalb etilgan.